Aka, qani do'konlar ancha yurib qoldimi? Bo'p turibdi, nasibaga yarasha. Aziz, hormanglar. Keling. Alaykum assalom. Arendan pulni tayyorlab qo'ymading ku. Tayyor. Bo'l, baraka top. Anu 5-da muzorabadan pulga kiraman, tayyorlab qo'y. Xo'p. Charchamaylar. Bular kimlar aka? Sizdan har safar pul olib ketadilar. Bularchi muzorabaga, mana shu tijoratga pul tikkan odam, ham mana shu joyi egasi. Siz o'zi qanaqa kelishuv qilgansiz bu odam bilan? Ke Aziz. Mana shu kir. Mana shu do'kon. Shu yerda ozgina o'tbetiga qarab yurg'izgin deyotgandim, ukam. Bo'ladi aka, yaxshi. Faqat betga mol ham tiqib berasiz-da o'shanda. Ha, moldan muammo yo'q. Stilaj yasab, molni to'lg'izib beraman. Faqat muzorabaga ishlaymiz. Tushgan foydadan 50 ga 50. Faqat seni har oy to'loving bo'ladi, arendaga $100 menga berasan. Tushgan daromadni yarmini sizga beraman. Undan tashqari sizga yana $100 dan har oy arenda beraman yonimdan. Ha, endi daromadni yarmini beryapman, arendani ham to'laysan-da, ukam. Bo'ldi aka, kelishdik. Xullas shu o'shandan beri mashtaqa ishlab kelyapmiz. Kelishuv noto'g'ri bo'lgan ekan aka. Muzorabada robbil mol, ya'ni shu mollarda egasi mudoribga, ya'ni ish bajaruvchi sizga muayyan bitta summani tayin qilib har oy shu summani menga berasan deb shart qo'yishligi bu botil shart hisoblanadi. Sizdan ulush oladi faqatgina tushgan daromad foydadan. Kelishuvga ko'ra 50 ga 50 dur, 60 ga 40 dur va hokazo. Agar u hozir ham men joy egasiman, ham bunga ish beryapman, 50% menga ulush kamlik qiladi deydigan bo'lsa, yana boshqatdan bir kelishuv qilib olish kerak bo'ladi. Ya'niki qanaqangi? 70 ga 30 dur, 30-ni siz olasiz, 70-ni mol egasi oladigan qilib va hokazo kelishuvga ko'ra. Ammo sizga bitta summani tayin qilib, shartlashib shunga har oy olib yurishligi bu noto'g'ri bo'ladi.